Bugungi darsimizda turlarni boshqa turga keltirish haqida gaplashamiz. Demak, kelinglar, buni ko'rsataman. Demak, ikkita turlarni boshqa turga keltirish o'zi ikkita turga bo'linadi. Ikki xil yo'li bor. Bu oshkor va oshkor emas. Birinchi bo'lib oshkor yo'li haqida gaplashamiz. Demak, A ning qiymatiga qanaqadir 10 qiymat o'zlashtiraman. Float turidagi B ning qiymatiga qanaqadir 14.5 F qo'yib qo'yaman. Double turidagi xo'sh, uchta tur bor. Uchalasining ham qiymatlari bor. Demak, oshkormas holatida qanday o'tadi? Endi bu oshkormas turlarning bir-birining hajmiga qarab o'tadi. Hozir men bir tekstda o'sha yozib keldim. Demak, int turi eng kichik hajmga ega, float esa undan keyin kattaroq, double esa undan-da kattaroq. Demak, mana shunga bog'liq oshkormas tipdagi turdan turga o'tishdi. Bu degani, ya'ni double qiymatidagi D ga men B o'zgaruvchining qiymatini shunchaki o'zlashtirib qo'yishim mumkin. Chunki double tipidagi D ning hajmi, ya'ni u saqlanadigan yacheykaga bemalol B float tipidagi B o'zgaruvchining qiymati joylashadi. Va shu bilan birga men float tipidagi B o'zgaruvchimga int tipidagi A o'zgaruvchini shunchaki o'tkazib qo'yishim mumkin. Bunda hech qanday muammo bo'lmaydi. Buni ham sababi o'sha yuqoridagi sabab bo'ladi. Xo'sh, bu oshkor emas. Demak, bu yerda hech qanday o'sha ortiqcha jarayonlar yo'q, shunchaki o'zlashtirib qo'yyapmiz. Demak, bu o'zi aslida float yozilsa to'g'ri bo'ladi, lekin bu shart emas bu yozish, chunki boya aytib o'tgan qonun qoidalar evaziga shunchaki oshkor emas holatda. Oshkor holatda esa qanday? Xuddi shu jarayonni teskarisini qilaman, ya'ni nisbatan hajmi kichik bo'lgan turdagi o'zgaruvchiga hajmi katta bo'lgan turdagi o'zgaruvchini o'zlashtirishga qilaman. Ya'ni A o'zgaruvchiga men B o'zgaruvchini o'zlashtirishga harakat qilib ko'raman. Bu yerda sintaks xato bo'lyapti, o'zi kompilyator aniqlayapti bu xatoni. Chunki yana qaytaraman, o'sha A ning hajmi B nikidan kichikroq. Demak, bu saqlanadigan xotiradan A o'zgaruvchi uchun ajratilgan joy, xotiradan B o'zgaruvchi uchun ajratilgan joydan kichikroq. Ya'ni bu yerda xatolik berish mumkin, u qaysidir shu xatolik berib qolishi mumkin. Xo'sh. Endi kelinglar, bu yerda nima qilishimiz mumkin? Demak, albatta, boya ko'rsatganimdek biz int kalits so'zini qavschiga oldiga yozib qo'ysak bo'ldi. B o'zgaruvchini int turiga o'tkazgan. Demak, vergulgacha bo'lgan barchasini yaxlitda A ga o'tkazib qo'yadi. O'sha faqat butun qismini olib qo'yadi. Endi xuddi shu ishni B ga o'zlashtiramiz. Double tipidagi D o'zgaruvchimiz. Bunda ham xatolik beradi, chunki o'sha float kalits so'zini qo'shishimiz kerak. Mana bu oshkor holatda turdan turga o'tkazish hisoblanadi. Yana bitta yo'l bor, bu convert klassi. Convert klassi ham juda ajoyib klass. Keling, men uchun bir misol yozaman. String qo'sh tirnoq ichida qanaqadir 4 soni bo'lsin. 4 soni biz bilamiz, bu o'sha hozirgi holatida bu matn, string, ya'ni lekin uni biz raqam sifatida olib foydalanmoqchimiz. Bu konvertga juda ko'p duch kelamiz, ayniqsa formalar bilan ishlaganimizda, chunki edit text boxlarimizga o'sha ma'lumot kiritilganda u string tipida bo'ladi. Xo'sh, demak, uni qanday olishimiz mumkin? Int tipidagi qanaqadir son o'zgaruvchimizga o'zlashtiraman. Convert klassi orqali
twint mana hammasi bor ekan mana. Byte, char, time, bu yerda o'sha tur sifatida paydo bo'lyapti bu yerda va intning har xil turlari. Bu bitlarga qarab ularning o'lchami farqlanib ketaveradi. Demak, bizga eng kichigi ham bo'ladi. Keraklisini tanlab olish mumkin ekan. Keling, men eng kichigini tanlayman. Bu xotiradan shuncha kamroq joy egallaydi. Chunki bizda 4 raqamimiz albatta bytega ham joy bo'ladi. Faqat int turiga o'tkazmoqchimiz. Xo'sh, demak, xatolik yo'q. Mana ishlayapti. Keling, men shuni chop etib ko'ramiz bir bora. Right. Song. Natijamiz 4 chiqdi. Demak, hammasi to'g'ri. Matnda biz int turiga o'tkazdik. Demak, 4 bizda hozir matn edi. O'sha matnda int turiga o'tkazib, uni chop etdik. Menimcha darsimiz juda sodda, buni tushunish unchalik murakkab emas. Amaliyot darslarda masalalar ishlatganimizda yana ham ko'proq to'xtalib o'tamiz. Hozircha xayr.